Instagramda blogingizni yuritib, 100 mingta obunachi yig'ib, hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shu 5 ta narsadan voz kechishga to'g'ri kelishiga tayyor turing. Birinchisi, sizdan kuladigan og'aynilardan. Kontent qilishni boshlaganingizdan keyin hammaga ham yoqavermaysiz. Tem bo'li rivojlanishni boshlaganingizdan keyin bu narsani ko'rolmaydigan odamlar baribir chiqadi. Shuning uchun bu narsaga oldindan tayyor bo'ling. Ikkinchisi, televizor ko'rishdan voz kechishingiz kerak, chunki bu bo'sh o'tkazadigan vaqtingizni Instagramda Reels ko'rish uchun ishlatasiz va bu yoqdagi kontentlarni analiz qilib o'zingizda tatbiq qilishni boshlaysiz. Uchinchisi, atrofingizdagilarga siz nima ish qilayotganingizni, siz to'g'ri yoki noto'g'ri yo'ldaligingizni, ertaga bu narsalaringiz sizga qanaqadir foyda olib kelishini tushuntirishga harakat qilishdan voz kechishingiz kerak. To'rtinchisi, mukammallikdan. Agar siz blogingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, boshida hech qanaqasiga buni ideal holatda boshlay olmaysiz. Kamchiliklar bilan chiqilishiga rozi bo'lishingiz kerak. Va beshinchisi, hammasi siz o'ylaganingizdek, rejangizdagidek ketishidan. Siz o'ylaysiz, boshida birinchi oydan menda 10 mingta podpishchik bo'ladi, 100 minglab prosmotr bo'ladi va 90-95% holatda bu narsa siz kutganingiz o'ndan biri ham bo'lmaydi. O'shaning uchun kutuvlarni minimal qilib kirish kerak. Qanaqa qilib maksimal rezultat olaman desangiz, meni sahifamga kirib, qolgan videolarni ham ko'rib, foydali ma'lumotlar bilan o'zingizni to'ldirishingiz kerak. YouTube'dagi katta videolarimni ham ko'rib chiqishingiz kerak. Omad, blogingizni ozgina rivojlantirib olib, men darslarimga keling, u yoqda chuqurroq kiramiz.